ozgincha bor edi. iPhone ham olmoqchiman oyimga. Mening ismim Umarov Abdurahmon. Men Chilonzor tumanining 163-maktabning 4-va sinfida o'qiyman. Chilonzor tumanidagi 163-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Madina Narzulayevna bo'laman. Matematika, ingliz tili, rus tili, tabiiy fanlar. Juda o'zini namunali xulqi, o'qishlari bilan o'rtoqlardan ajralib turadi. Juda talabchan. Tezbor ilovasini jiyanimdan eshitdim. Normalni bo'ldi. Sal qiyinroqlari ham bor edi. 5, 6, 7 sinflarda ichardim. Tushunmagan misollarimni mentordan so'rayman. Yaxshi tomoni vaqt tejab qolinadi. Menga misollar yoqdi. Juda qiziqarli rasmlari bilan bor edi. Shunaqa misollari. Menga eng osoni karralilar bo'ldi va eng qiyinlari qavslarni ochish bo'ldi. Biz hali koordinator nurini o'tmaganimizda men ularni o'tib bo'lgandim. Testbor ilovasida biz o'zimiz hammamiz birga o'quvchilar bilan birgalikda ishlaymiz. Ilovaga kirib mantiqiy savollari bo'ladi ularni. Faqatgina matematikada emas, hamma fanlarida bor, hamma fandan foydalanamiz. Ingliz tili, matematikasi bor. O'sha o'zbek tilida shu narsa tashkil qilinganidan xursandman. Men telefon olmoqchiman. Keyin o'shanda oyimga bermoqchiman uni. Sovg'a qilmoqchiman.